Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ertangi очередной zakazlarni tayyorlayotgandim и sizlarga birato'la obzorni qilib ketadiganman. Qizlar, bu девчачьи мальчиковый pijamkalarimizdan 100% paxta. Umuman qo'rqmasdan bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Kачествоsi, sifati вообще ideal darajada. Ranglari, razmerlari yuvgandan keyin ham yoki kiydirganinglardan keyin ham umuman o'zgarib qolmaydi. Anchagacha saqlanadi и kiydirganingiz sari mazza qilib kiyadi bolalar. Men o'zim lично shu firmadan ham shu nima deydi pijamkalardan o'zim bolalarimga kiydiraman. Xullas, sinovlardan o'tgan, даже kiydirganlar mandan olganlar ham bilishadi sifatini qanaqaligini. Даже mana shtanishkalari ham razmeriga razmer qizlar. Mana ranglari ham rosa sochный. Sifatini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Mana qizlar, bemalol qo'rqmasdan zakaz bersanglar bo'ladi. 100% paxta. 100% paxta. Mana qizlar, olganlar biladi, mazza qilib kiydiramiz deyshadi doim. И mana hozir o'g'il bolamiznikini ko'rsataman. Kachsasini ko'ryapsizlarmi qizlar? Shunaqa zo'r, shunaqa ideal. Mazza qilib kiyadi mani bolalarim. Yuvib kiydiraman. Bilasizlar, kichkina bolalarniki bir kunda kirib bo'ladi даже. Rosa ko'p yuvaman men o'zim ham, но umuman o'zgarmaydi. Qizlar, donasi 80 mingdan pijamkalarimizni 2-3 ta olganlarga kelishtirib beramiz. Yo direktdan yoki telegramdan yozsanglar bo'ladi. Dostavka uchun qizlar. Pijamkalarimiz hammasi yana boshqa rasvetkalarda наличиеda bor.